7 narsa bilan e'tikofga o'tirgan dashga chiqiladi. Birinchisi baul. Baul taqozoy tabiiy insonki ilgarisidan. Ikkinchisi g'oid, taqozoy tabiiy insonki keyin tarafidan. Uchinchisi al-vudu, tahorat. Chun ibodat qiladi, lahza ba lahza tahoratga zarurati bor, borib dashdan tahorat qilib kela oladi. To'rtinchisi al-ig'tisol, g'usl qilmoqda. Tabiiydiki bor 10 ro'z bir inson toqtagidek bo'lsa, ehtilomi bo'lishlik zarurdir. Yo 10 ro'zning ichiga kola tabdil qilishlik zarurat bo'ladi, g'usl qilishlik. Va 5-inchisi ham ijobati zi sulton. Kasoyki quvvati tavonoyi ularni qo'liga bor, jalb qilib aytadi, kesin deydi. Xo'sh sohib. Ijobat qilsin, borib kelsin. Yo mahkamaga da'vosi bor, qozi sohibi hukm beribdiki, valla zarurdiki bu kelishligi, qadifaginasini boshiga taylasin, mahkamaga borsin, onchika aytayotgan gapini aytsin, past qadifasi boshiga taylalib, mustaqiman thumma yarji'u sari'an, teztarin holatga kelib nimasiga o'tsin? E'tikofiga o'tirsin. Yana birtasi li amrin, bir ishiki la budda lahu. Lozim la buddadiki bu mardakni borishligi o'rga. Xonavadani masoili bo'lsin. Har holatga eki bo'lsa, insonning ustiga bir majburiyat keladi, to zamoniki o'zingiz bormasangiz hech imkoni yo'q. Bunday masoillarga ham teziga borsin va past qaytib kelsin. 7-inchisi ham juma uchun chiqsa bo'la oladi. Misol masjidi sag'iraga o'ltiribdi, mana shu ro'z jumaga mu'takif kishilar kelganda, oqshomdan e'tikofga o'ltirganlar kelgan masjidoy sag'iradan keladilar, faqat jumasini o'qiydi, imkoni bo'lsa past sunnatlarini borib nerga o'qisin? O'sha masjidi sag'irasiga borib o'qisin. Qadifaginasini boshiga taylaydi, hech kim bilan qisa va bema'no bu ishni qilib o'tirmaydi, mustaqim chiqadi va ketadi, borib masjidi sag'irasiga o'tiradi. Mana shu 7 lihozdan fuqahoy kirom aytadilarki, bir kishi masjiddan chiqsa bo'la oladi. Xo'p, masjidning ichiga e'tikofxonasiga mu'takaf deydi, o'sha joyiga o'ltiradi, e'tikofga o'ltiribdi. Bu ma'no emaski hech kim bilan gap qo'shmasa. Valo sobiqalar qadifa boshiga taylar ekan, pardani taygam kirar ekan, hech kimga gap qo'shmoq yo'q. Oldiga ham borgidek bo'lsa, har chiqi salom bersin, hech kimga gap qo'shmay. Na, unday emasdi. Rohatgina qissa qilinadi. Olimiddin bo'lsa tarjimasini aytiladi. Olimiddin bo'lsa va'zi bayonini qila oladi. Olimiddin bo'lgidek bo'lsa tabaqai unoslar agar uzoqqa kelgidek bo'lsa losbekar tariqidan ularga dars bera oladi. Yo aziz va ahbob do'stlariki bor e'tikofga o'ltiribdi, keladilar, masoilhoy shar'ini so'raydi, aytib bera oladi. Hol ahvol purslik qila oladi. Masoilhoy shar'ini az tariqi telefonni har kim so'ray oladi. E'tikof bayin ma'no emaski, Alloh fano bersin, beadablik bo'lmasin, o'sha moldiki xirmand ustiga aylantiradiz, puzini ham bog'laydilar, aytadiki, valla og'zini ham shu nimaga urmasin. Din ko'p oson din, alhamdulillah. Hatto insonni o'zi tijorat peshadi, yo tijoratini anjom beradi, yo mol mavoshisini, jinsni o'zini masjidga ichiga olib keltirishlik nojoiz, ammo bay'ini qilishligi joiz. Ancha yaxshi gap. Misol men mo'tarimni sotmoqchiman, siz mushtari bo'libsiz, topilibsiz. Kelasizki bor, men e'tikofga ichiga o'tirman. Rohat ikamiz o'sha yerga o'ltirishamiz, baydi ustiga jo'r kelamiz, kalitkanani qo'lingizga taslim beraman, aytamanki mo'tar falon joyga qo'yilgan, boring olib. Ammo jinsni o'zi keltirishligi zarur emas. Yo bir yaxshigina qo'yim bor, do'sti degar xohlaydiki Ramazon muborakka fuqaroga shuni taqsim qilib bermoqchi, keladiki men ham e'tikofga ichiga o'ltirilgan. Meni bilan keladi, qo'ydi savdosini qilamiz, pardani ichiga e'tikofga ichiga, men aytamanki boring qo'ydi nima qiling endi, taslim oling olib. Qancha yaxshi dinda deymiz. E'tikof ma'nosi qoqmoqda aytadi. Misliki bizlarda dehqonlarimiz vaqti kunjutlari bo'lsa, yaxshi qurigandan so'ra kunjutlarni qoqadilar, taydan kunjut yig'ib oladi. Mu'takif kishi, e'tikofga o'ltirayotgan kishi faqat gunohlarini bozari'ay sunnat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan qoqmoq bas xolos. Va agar bir masjidiki jamoat u masjidga bo'ladi, chiki sag'ira bo'lsin va chiki masjidoy jami' bo'lsin, agar bir kishini topa olmasalar ki e'tikofga o'ltirg'izsalar, bir tam o'ltirgida bo'lsa, kulli mahalla hammasi gunohkor bo'ladi. Al-i'tikof sunnatun muakkadatun. Bu sunnat muakkadai Nabiy sallallohu alayhi vasallam.